Lochin qushlari O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, hamda CITES konvensiyasining 2-ilovasida ko'rsatilgan. Lochinsimonlar oilasiga mansub itolg'i turini 8 bosh tabiatga qo'yib yuborishda ishtirok etdik. Itolg'i O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga yo'qolib borayotgan tur sifatida kiritilgan, shuningdek tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi ro'yxatiga ham kiritilgan bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi hududida ushbu tur uyalovchi, uchib o'tuvchi, qishlovchi xususiyatida uchraydi. O'zbekiston Respublikasi hududida bu qush juda ham kamayib ketgan hozirgi vaqtda taxminan 150-180 bosh mavjud degan ma'lumotlar bor.